Shu Instagramda yozgan qiz siz bilasizmi? Mana shirinliklarimiz har xil bu. Tuygansin, qay mazasiga baho berasiz. O'sha Instagramga aytdingiz-ku, mazasi yaxshi bo'lsa yaxshi deyman, yomon bo'lsa yomon deyman dedingiz-ku. Hozir baho bering mana. Shu bola hovuz klientlari hammasi bilsin qanaqaligini. Bu narx 35 ming so'm. Shaharda bunaqa narxi yo'q. Faqat Qibray Chirchiqda bo'ladi. Haqiqatni gapiring. Chestno o'yin bo'lsin. Bo'ldi, yoqsa yoqdi deyman, yoqmasa albatta. xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Bo'ldi. Zo'r. Zo'rmi? Mana bulardan yeb ko'rasiz. Bu ham zo'r. Sebastianlar yeb ko'rdim. Havasi zo'r, vaflilari ham zo'r. Biz boshqa joyda qimmatga yeb yuruvdik. Bu yerda 35 ming so'm. Qizlar, kim San Sebastian yaxshi ko'rsa, like bosib tashab qo'yinglar. Mana shu bizaga 35 ming so'm, yana bizadan arzon joy bo'lsa, undan ham arzon qilib qo'yamiz. Bola hovuzga, Qibray Chirchiq bola hovuzga yaqin insonlarga borib qo'ying. Mana shu San Sebastian chiroyli qilib beramiz.